Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha Ixtiyorov. Bugungi videoda Special Forces Group 2 ya'ni Counter 2 o'ynab maza qilib dam olamiz. Bugun onlayn o'ynaymiz. Endi bu o'yinni men oldin ham o'ynaganman. Akkauntim turgan bo'lishi kerak. Yo'q, turmagan ekan. Endi nick har doimgidek Ixtiyorov bo'ladi. Ixtiyorov. Endi bu 300 buni 10 ming qilish kerak. Trainerlar yoqamiz. Va bo'ldi. Onlayn o'ynamoqchi edik. Nihoyat mana ishladi. Nima? Yo'q, afsuski biz o'ynamaydigan bo'ldik. Endi oddiy o'ynaymiz. Reklama chiqdi. Endi desert o'ynaymiz. Chicken. Yo'q, shu bo'lamiz. Endi 6 ga 5 ekan. Uchun bitta kalash va bitta karabin. Bu olamiz. Shular hozircha yetadi. O'yinda shu baland emasmi? Yaxshi. Esimda qolmabdi. Bu o'yincha qiziq bo'lmaydi. Shuning uchun betdan o'tib yo'q, hard turibdi. Hardga o'tkazib qo'ymoqchi edim o'zim. Davay, avemda. Davayga yutamiz. Shu 2 bizda 5 ta odamlar bo'ladi. 2 ta manta o'tirib olardi-ku. Ha. Ana. Men o'ynaganim ham bo'ldi xullas. Mana M24 olamiz. M24 uraman. Bo'yi kesin. Shergimni ham uraman, farqi yo'q. Mana bunda ham M24 deyman. Yo'q, bunda AVM ekan. Yo'q, shu. Davay. Bo'ldi, endi AVMda uramiz. Ana hozir retingimizga o'sib buni normal qilamiz. Lekin bunaqa o'ynash bilmaydi emas. Bir o'zim o'ynayman. Faqat boshqaruvchi bo'laman. Ana 6300 pul bo'lsa, buni olib endi o'yinga bir o'ynayman. Obundan bo'lib like bosib qo'yinglar. Endi hali vay. Agar mana shu videoda 20 ta like bo'lsa, men do'stim bilan, ya'ni Tatamir Soliyev bilan birga bir o'ynayman. Balki mod tortib prank qilardirman. Biroz qiziq o'yin bo'ladi. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanaqasiga? Men qaytib oldim. Uzr, uydagilar chaqirib qoldi. Mana endi Ibo'ya kelsin. Orужие. Mana endi yutamiz. O'yinga bir 4 ta kill, 2 ta o'lim. Hozir mana bittadan keladi ko'pi.
Şunu taklatamiz bitta. Yana chiqdi. U sariq u. Hani bunda qanaqa ruju? Esvadovaya. Shoot. Qani bettanmi? Betdagi bo'lmaydi. Endi mana ham o'tiradi. Yemaniga. Va qatdan urdi bu. Orqadan urishni biladi-da bu faqat. Hatto 5 tasini o'ldirdim. Endi yutishga harakat qilamiz. Agar aytganimdek mana shu videoda 20 ta like bo'lsa, Ato'ta Mirsoliyev bilan birga o'ynaymiz. Agar o'zi ham ko'rayotgan bo'lsa, birga o'ynaymiz hali. Aniq bo'ladi 20 ta like. 20 ta ekan. Endi boshqa youtuberlarga o'xshab 1000 ta demayman-ku. Yaxshi. Yaxshi javob-ku. Qani endi orqadan keladi shunaqa ular. Kedavay. Yapıldı uyuyamadı. Unga bir chiqdim, o'ldirdim, yutdim. Endi like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ana mashina otsam bosasizlar, короче. Ana bosinglar. Ana obuna ham bo'linglar. Obuna ham bo'linglar. Ana qo'ng'iroqchani ham yoqinglar. Mana yana obuna bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar bo'lsin hammasi. Mana krisani ham o'tamiz. Mana qarang. Mamdan keladi bu krisa bilaman. Anach. Birga bir qoldi. Endi kim yutarkin? Tutishga harakat qilaman. Mana avin ko'tarib chiqdi va o'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Umidda aytmayman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda Ato'ta Mirsoliyev bilan birga bir. Voy, hatto yaxshi. Ato'ta Mirsoliyev ko'rayotgan bo'lsang, ayiraman, короче. Pak. Yaxshi. 4ga 1. Mana 3ga 1. Mana 2ga 1. 1ga 1. Va yutdim. Yaxshi. Pichoqda. Xullas hammasini yig'ilda olamanmi? Bo'pti, 7 tasini yig'ilda olaman. Qani bitta chiqadi va otaman va headshot deyadi. Ana. 2 ta minus. 2 dona hero. Hozircha 2 ta minus. 3 ta minus.
4'ta minus. 5'ta minus. Ve ana da yine o'tsak. Mana o'tiradi. 6'ta minus. Ve 7'ta. 8'ta. Mana 9 bilan 10 o'z oyoqlari bilan o'z jonini uyiga keldi. Ot. Ana. Va oxirgi kill mana asl pichoqdir mana. Bo'ldi mana video 10 minut bo'ldi. Mana shundan so'ng video tugaydi. Sizlar obuna bo'lasizlar. Men ketaman. Xullas yangi video sari olg'a. Давай, любой paytga. Pichoqlab o'ldira olamanmi 8tasini? Albatta yo'q. Ana bitta krisali o'tirgan. Jon 10 va men o'ldim. Hammaga xayr, sizlar bilan Tata Ixtiyorov bo'ldi. Xullas video tugadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.